uchratavermaymiz. Ko'rinmaysiz, qo'rqmay qochib ketish kerak. Buncha qo'rqasizlar desam. Tak, qaranglar qizlarjonlar. Yo'ldoshi qarishidan hammamiz qo'rqamiz-ku. Yo'ldoshim qaribdi, endi nima bo'ladi? Bolaga ziyon bo'ladimi? Tug'ib qo'yamanmi? Yo'ldoshi qarigani ertasroqlaringizda to'g'ri yomondir, lekin bola tug'ilishiga yaqin yo'ldosh qarigani ham plus. Men bu homiladorimda 4 kilolab tug'adilar bular. Nima uchun deb izlasak, o'zlari ham juda katta emaslar, prinsipi. Yo'ldoshimiz zo'r bizani. Yo'ldoshimiz hali ham birinchi stepin, 38 haftamiz birinchi stepinda turibdi. Bu degani bolajoningiz to'g'ri kislorod bilan yaxshi ta'minlanadi, lekin ozuqa bilan ham zo'r ta'minlanadi. Har bir yegan ichganlaringiz bolajoningizga primoy boradi. Bemalol semiradi. Shuning uchun shokoladlar mumkin emas, yog'li, xamirli, 5 barmoqli mumkin emas. Ularga ham o'z taqiqlayapman, 5 barmoqlar yemang endi deb. Tortsa ham yemaymiz. Lekin suvlari tiniq, miqdori yaxshi bo'ladi. Shunisi plyus sizga. Faqat bolangiz semirib ketadi-da. Хорошо.